aytib beraman. Men bu telefonimda 8 yil oldin qiyshiq sinib ham ketgan. 8 yil oldin Instagram ochganman. Xo'p. Men o'zi bitta narsaga rosa vafodor insonman. Men bu spochkam ham 8 yil oldin mana qilindirilgan. Azda estet qildirilgan. Taniqli bo'lishingizdan oldin. Azda estetni nomini tanitaman deganman-da, shu narsani o'zimga intisol qilib olganman. Bu narsalarni men kerak bo'lsa gelikka ham almashmaydigan narsalarim. Ha, telefon. Bunda 8 yil oldin ochganman. Bunda ikkita sim karta bor. Bitta sim kartasini chiqar fleshga tiqadigan joyi bor. Uni chiqarsa sim karta tiqasiz. Hozir aytaman yilini. Точно yilini aytaman. 2019-yil Spark'im bor edi. Menda eskitdan bitta kasalim bor. Yoshligimda ko'p disk sotganman. Diskda ko'p porno sotardim. Birinchi pornodan boshlaganmiz. Sotardik. Seks disk sotardik. Keyin Yangiobodga o'xshab seks porno bor. Yangiobodga tarqatardik, o'pdim. Ha, ustida kliplarni anaqa. Ichida anaqa bo'lardi. Xullas kalom, o'sha yerda o'zim ham keyin yurish boshlasam, qizlar bilan yotsam, o'zini yuzini videoga olmasdan, o'zimni ko'rsatmasdan qo'yib qo'yardim. Udachnik qilib. O'zim videoga olardim. Damashning videolarini arxivi bo'lardi menda telefonimda, galereyamda. Fleshkaga qizlar bilan, partnyorkalarim bilan. Xotinim bor edi. Endi shu yurgan payt haftada bir marta yoki bir oyda 2 marta borsam, ovolarni keyin tomosha qilib, harakatlarim yaxshi, plavniy harakat qilmandirdim. Keyin ikkinchi sim kartani oldim. Fleshkani chiqardim, sim kartani tiqdim. Ishga ketdim. Ishga ketsam, xotin telefon qo'ydi. "Ты приедешь домой?" deyapti. Men siz bilan gaplashaman. Ko'p safar yomon gaplashaman. Narsalarni yig'ishtira olmay, ichida kelasiz deyapti. Men yig'ishtirsan, tinchlikmi? Siz kelavering dedi. Keyin chiqdim, kayfiyat yaxshi emas o'sha. O'sha ish ham ko'zim ko'rmadim. Men unaqa deyapti buni. Men ketaman. Mashinamga o'tirdimda, bunda qarasam fleshka yo'q-da. Keyin kechasi magazinga borganimizda fleshkani olgan, ishga ketgandagi o'zining telefoniga tiqqan. Ayaqda eri mana bunaqalar qilib yotibdi-ku qizlar bilan. Galereya ochilib ketganmi? Borsam, 25 yoshli xotinim 45 yosh bo'lib qolibdi. Sochli yo'l ketgan, yig'ilib. "Uspokойся сам, нет" dedi. "Siz dedi, shunchalik ham odam men bilaman, siz yurumsoqsiz, men sizni shunaqaligingizni bilib turib tekkanman. O'zingiz aytgansiz-ku, bildirmasdan aqlli yursam yuraman deb va'da bergansiz. Xo'p, nima qilib qo'yindim? Sen men buni ko'ring dedim. Bundoq qarasam, haligi videolarni qo'yib olganman. Endi polniy tam yat majlisda tana ko'rinyapti-yu, tatuirovka presda ko'rib, payt forma zo'r. Kimadi, yig'lavermas, hatto qara harakatlarim, qara zo'r-ku desam, men unga yig'lamayapman deydi. Nima desam, oxirgi marta bizda bunaqa shiddatli bo'lganini eslolmayman. Men aytdim, dedim. Bu bilan birinchi tanishganimda birinchi zarbani zo'r qilishim kerak edi. Eslab qolish uchun yana menga yozish uchun dedim. Va janjal, to'polon, mashinaga olib chiqdik narsalarni, keyin yig'lab o'ziga kelmayapti. Bu birinchi ayolingizmi? Yo'q, mana hozir yashayotganim bilan. Hozirgi bilanmi? Ha, hozirgi 12 yil yashayapman deyman. Oxirgi 5 yilda bo'lgan voqea bu. Qo'y. Keyin uy olib borish o'rniga keyin restoranga bordik, gul olib berdim, o'ynab berdim, boshqa qildim. Keyin tiz cho'kmadim lekin, sirasi aytaman. Tiz cho'kmadim. Qo'ysangchi, men udat tashlayman deyman, mana eslolmayman, jinchil bo'lgan. Qanaqa bir hafta oldin bo'lgan ekan dedi, dadasi ham bor. Udat qildimda, qo'ysandan yaxshisi yo'q dedim. Shundan keyin qildimda, shu zo'r zapal bo'lganda, eng yomon zapalim shu bo'lgan. Endi ham telefon qilib qolish, yozib